Juda ham ko'pchilik obunachilarim storieslarimda ko'rib iltimos qilishganligi uchun hasib retsept bilan bo'lishib o'taman. Nimalar ketishini bitta komplekt uchun postga yozib qoldiraman. Birinchi bo'lib o'pka, qora taloq, yurak, ozgina charvi yog'lari, guruch va piyoz solinadi. O'pka bilan yurakni yaxshilab 10 minutga chayib, tozalab qaynatib olamiz. Men shunaqa teskari qaratib turib suv bilan foydalangan holda o'g'irib olaman. Xohlasanglar sizlar qalam bilan oson o'g'irib olsanglar ham bo'ladi. Kim uchun? Keyin albatta ichovni birinchi nomiga uksus solib, keyin bo'lsa tuz bilan shunaqa ivitib qo'yamiz. Agar uksuzni ko'p sovorsanglar, ichov titilib ketadi, ehtiyot bo'lamiz. Yurak, qora taloq, ozgina charvi yog'lari, piyozlarni yaxshilab mikrovkadan o'tkazib, keyin bo'lsa ustidan guruch pripravalarini solib, ozgina suv solib, yaxshilab qorishtirib, ichovga solishni boshlaymiz. Aytib o'tganimdek, bitta ichov komplekti uchun qancha guruchlar va piyoz ketishini postagida yozib qoldiraman. Nachinkani qo'ldan kelgancha bitta hajmda solishga harakat qilinglar, o'shanda hasib yorilib ketmaydi. Keyin bo'lsa ishlatilgan hamma narsani osongina Bavi super achistитель bilan chiriklarini tozalab, yog'larni eritib 5 minutda oqartirib yuvib olamiz. Bavi super achistительni nafaqat chirik idishlarga, balki dog' bo'lgan sochiq dasturxonlarga, bolajonlarning kiyimlariga ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. Market hamma do'konlardan bemalol topsanglar bo'ladi. Endi hasiblarimizga o'tamiz. Chiroyli qilib boylab sovigan hasiblarimizni qozonga solishni boshlaymiz. 40 minutda hasiblarimiz chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Juda ham ko'pchilik so'rashadi, nega menda ustidagi yog'lar erib ketadi deb. Sababi dimlab pishirilgani uchun. Qaynab chiqqandan keyin ustini ochib qo'ysanglar, yog'lar erimasdan chiroyli bo'lib pishib chiqadi.